Beijing harbiy va axborot organlari bilan munosabati bor Xitoy kompartiyasining texnik shirkati Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada, Hindiston va Yaponiyadagi millionlagan kishilarning shaxsiy uchurlarini maxfiy to'plagan. Egilishicha kommunistlarga qarshi kishilar bu uchurga erishgandan keyin uni 5 ko'z ittifoqiga oshkorlagan. 13-sentabr Avstraliya pul muomala baholash kesasining oshkorlashicha, asosli xaridorlari Xitoy armiyasi bo'lgan bu shirkatning ismi Xinjiang Jinhua sonliq ma'lumot shirkati bo'lib, Xitoy axborot tarmoqlari va davlat bexatarlik ministerligi maxfiy to'plangan sonliq ma'lumotlarni ishlatdi degan. Bu shirkatning sonliq ma'lumot omborida taxminan 2 million 400 ming chətəllikning shaxsiy uchurlari to'plangan bo'lib, Xitoy parol orqali 250 ming shaxsning uchurini yashgan. Buning ichida 52 ming amerikalik, 40 ming angliyalik, 35 ming avstraliyalik va 10 mingdan ortiq hindistonlik, 5 ming kanadalik kishi qatorliqlar bor ekan. Bu kishilarning nurg'unlari yuqori darajalik siyosiyonlar, xon jamiyati a'zolari, diniy dohiylar, harbiy generallar va boshqa donliq shaxslarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy bu kishilarning hammasiga sonliq raqam bilan numur qo'ygan. Bu shaxsiy uchurlarning tafsiloti bo'lsa, tug'ilgan vaqti, adresi, nikoh ahvoli, oila a'zolari, tuqqanlari, siyosiy jamiyatlari, ijtimoiy munosabatlari va ijtimoiy taratquv kimligi qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Keyincha sonliq ma'lumotlar ijtimoiy taratquv va internetga boshqa ommaviy materiallardan ilingan. Ammo ba'zi sonliq ma'lumotlar maxfiy tor xotirasi, xizmat iltimosi va psixikalik arxiv hujjatlaridan o'g'irlangan bo'lib, qorong'u torbatlari orqali erishgan ekan. Bu sonliq ma'lumot bilan tunji qatam uchrashgan amerikalik olim va tor bexatarlik mutaxassisi professor Kristofer Baldingning aytishicha, u o'tgan yili Huawei'ning sonliq ma'lumot mashg'ulotini tadqiq qilishga boshlaganda, biraylan tasoddifiy uningga Xinjiang Jinhua sonliq ma'lumot shirkatining g'oyat zo'r sonliq ma'lumot uchurini bergan. Balding bu g'oyat zo'r bayqash xuddi muqaddas Kirayilning bayqalishi bilan o'xshash. Bu Xitoyning tashqi ishlarga ta'sir ko'rsatish va kontrol qilish uchun maxfiy holda chet ellarda zo'r miqdordagi shaxsiy uchurlarni to'plaganligining tunji isboti. Xitoyning qilayotgan ishlari cho'ng tahdid. Ular o'z fuqarolarini emas, dunyo fuqarolarini kontrol qilib nazorat qilish va ta'sir ko'rsatish orqali Xitoy cho'qim davlat ichi va xalqaro keng ko'lamda nazorat qilish davlat qurmoqchi. Xitoyning axborot va ta'sir kuchiga qanchalik mablag' sag'anlik to'g'risidagi tushunchamiz texnik dastlabki bosqichda. To'van mo'lcharlik bo'lmaydi dedi.